Assalomu alaykum karamiz obunachilari. Bugun biz tibbiyot tarixidagi eng mashhur dorilardan biri Vishnevskiy balzami haqida gaplashamiz. Yaratilganiga 100 yil bo'lgan bu dori deyarli har bir dorixonalarda bor, lekin ko'pchilik uni xarid qilib noto'g'ri ishlatadi. Keling bu mahalliy balzam aslida nima uchun kerak va qachon yordam beradi va qachon xavfli bo'lishi mumkinligi haqida gaplashib o'tamiz. Bu mazning tarkibi qanday va u qanday ishlaydi? Vishnevskiy balzami yallig'lanishga qarshi dezinfeksiya qiluvchi malhamdir. Uning tarkibida oqqan simolasi bu qon aylanishini kuchaytiradi va yallig'lanishni kamaytiradi. Kseriform antibakterial, ya'ni mikroblarga qarshi ishlaydi va kastroid emaslar malhamni teriga yaxshiroq singdiruvchi moddadir. Bu kombinatsiya yiringni tashqariga tortadi, yarani tez bitishini tezlashtiradi, to'qimada qon aylanishini yaxshilaydi. Bu dorini qachon ishlatish kerak? Vishnevskiy balzami quyidagi hollarda yordam beradi. Yiringli yaralarda, furunkul, karbunkullarda, ichida yiring to'plangan absesslarda, qo'l va oyoqlarda yallig'langan chandiqlarda yaralarning bitishini tezlashtirish uchun ishlatiladi. Ba'zi hollarda agar toza yara bo'lgan taqdirda kuyishlarda ham ishlatish mumkin. Uni odatda steril bint surtib, yara ustiga qo'yiladi. 8-12 soatda almashtiriladi, ya'ni 2-3 mahal. Bu dorini qachon ishlatish mumkin emas. Ko'pchilik bu malhamni hamma narsaga ishlataveradi, ammo bu katta xato hisoblanadi. Quyidagi holatlarda bu malzni ishlatmang. Agar ochiq qon ketayotgan yara bo'lsa, virusli yoki zamburug'li teri kasalliklari bo'lsa, yiring to'planmagan toza jarohatlar bo'lsa, allergiya yoki teri toshmalari paydo bo'lsa va surunkali juda uzoq muddat bu dorini ishlatish oqibati ham yaxshi emas. Shuningdek, malhamning hidi kuchli, qo'lansaroq bo'ladi. Bu uning qatron-somon tarkibi bilan bog'liq, lekin bu zararli emas. Vishnevskiy balzam vaqt sinovidan o'tgan samarali dori vositasi hisoblanadi, lekin uni to'g'ri joyda va to'g'ri vaqtda ishlatish muhimdir. Agar yara uzoq bitmayotgan bo'lsa va yiring ko'payib kattalashib borayotgan bo'lsa, albatta shifokorga murojaat qiling. Videomiz sizga manzur bo'lgan bo'lsa, like bosing va obuna bo'ling.